Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimni? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka, dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmiy yo'qmi? Bor. Shusan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men shoshib Aka, turibman. bera olmayman. Qoidani buzyapsiz, aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim, aka. Xo'p, Bahodirjon, men Aka, qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz. Qanaqa tushunmaydigan odamsiz? iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Men qarang. Nodirjon. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang. Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nala? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha, dada, berib yuravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Hechkingiz. To'g'ri tushunyapsiz. Boqinglar. Hurmatli podполkovnik chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishgan bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Ochang syomka qilmay, kim ichibdi qani ko'raylik. Voy. Sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir! Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiq qayda bo'lardi? Yuring chiqar bu yoqqa. Shuppa. Hozir dadajon ozgina sabr qiling. O'g'il avazi hech kim. Dadamni srochni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladilar. Alo komandir. Takdir bu, takdir.